oilaning barpo etilishiga o'z samasini qo'shganimizdan juda ham mamnunmiz. Azizlar, mana shunday ajoyib, mana shunday ko'rkam bazmgoh haqida gap ketganda bu narsani ta'kidlash joizki, Visol bazmgohda tashkil bo'lgan barcha san'atkorlarimiz, qolaversa mehmonlarimiz mana shu bazmgohdan juda ham katta emotsiya, juda ham mamnun bo'lib mana shu bazmgohdan tark etishadi. Sababi mana shu restoran ma'muriyatining xizmatlari, bir-biridan chaqqon do'stlarimizda qilingan muomalalari, ajoyib xizmatlari har bir mijoz uchun, har bir mehmon uchun alohida katta o'rin o'ynaydi. Munosabatdan tilagimiz har doim oxirigacha mana shunday eng ajoyib, chiroyli xizmatlar ko'rsatish Visol restoran ma'muriyatiga, barcha xodimlarga nasib etsin. Endi nima demoqchimiz? Bugun mana shunday muhtasham Visol bazmgohida bir ajoyib kun, ajoyib shodon ekan. Sababi mana shu yerda xizmat ko'rsatib, o'z ishlarini, o'z faoliyatlarini yuritib borayotgan bir ajoyib insonni bugun tavallud topgan ayyomlari ekan. Biz mamnuniyatla badiiy maydonimizga bugungi oqshomni chin ma'nodagi sababchi desak mubolag'a bo'lmaydi, Zarina oytimizni chorlab qolamiz. Albatta, davom tilaklar ichida islom to'lkanim Alloh nigohini sizga qilsin. Alloh Alkirbek bor sizlik insonlarni ko'proq yarasin. Bugungi ayyom tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Barcha aziz mehmonlarimiz nomidan Visol restoran ma'muriyati, qolaversa oila a'zolaringiz nomidan. Oila a'zolaringiz deganda kimni nazarda tutyapmiz? Siz bilan birga ishlab, birga faoliyat ko'rsatib kelayotgan birlari ukangiz, birlari akangiz, birlari opangiz nomlaridan tabrik va muborak bo'ldi deymiz. Har doim mana shunday tabiiy, go'zal Sinajon taklif o'tganlardek ajoyib salashchi opamiz ekan. Yo, salashchi opamiz ekanlar. Biz mana shu san'atkorlar, har bir mehmon mana shu bazmgohda tashrif bo'lganimizda siz tayyorlangan shirindan shakar, mazzali mana shu o'zbekona salatlarni yeb juda ham mazza qilganmiz. Oxirigacha mana shunday professional o'z kasbining mohirlari bo'lib yurish nasib etgan bo'lsa, endi yaqinlar tomonidan bir chiroyli harakatni, ezgu niyatlarni tinglashni istagan bo'lardik. Marhamat, kim bilan? Короче, Karim Green tasavvur. Loy maqtovni so'xshay. Isol shunday yakdan boshliq tuturan yakdan isol Axir bacholar rakayani tabrik. Akon fashion. Ciao, rachno kamo, nie chcę się do mnie aż do tak piątego. Szkoda nas na bachodowa. Yig'ibto'chilar yelka va yelka turib xalqimizning eng yaxshi kunlarida xizmat qilish nasib etgan bo'lsa, yana bir karra bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Salomat bo'ling.